Mana hozir ikkinchi latugimizga keldik. Bu latugimiz Vislan seriyasi gidrolika zavodi mahsuloti. Bu latugimiz asosan mashina yurishga mo'ljallangan joylarga olinadi. Ya'ni mana plastmassa, karbon plastik. Bu chugunni o'rniga ishlatilgan arzonchi hisoblasa bo'ladigan material. Ya'ni chugunni ishini bajaradi. Yuk ko'tarish taxminan 5-6 tonnagacha yuklarni ko'taradi. Qalin plastmassadan ishlangan mana. Latok o'zi ham rebrolari baqlatgan qilib qo'yilgan. Suv ketish bo'lsa, pastki joydan 75 tali turba. Ichki sechinasini ko'rishingiz mumkin, avanli bo'lgan. Suv umuman turib qolmaydi, changlar ham turib qolmaydi, polni ketadi, yuradi. Boshqa turgamiz bu bo'ladi, bunda imini avanli ishlangan. Sechinasi qanaqa deb so'raydigan akalarga aytishimiz mumkin, bu 100 talik sechina hisoblanadi.